Assalomu alaykum hamkasblar, hurmatli mijozlar. Bugun sizlar bilan sexdan qisqacha bir ish jarayonlarini ko'rsataman. BKSL profildan eshik yasaymiz. Oldin kanalga qo'ymagan ekanman. Hozir как раз shu eshikni yasash jarayonidaman. Qo'ldan kelgancha sizlarga ma'lumot berib qo'yishga harakat qilaman. Hozir kesish ishlarini boshlab olganman. Hozir qisqa ketamiz. Profillarimizni olib kelganman, tayyor hammasi olib kelingan. Bir qator ko'rsatib o'tamiz. BKSL ko'pchilik ko'rgan, ko'rmaganlar uchun ko'rinishi mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Yevropass eski Aldox 2 profiliga o'xshab ketadi ko'rinishi. Mana bunaqangi ko'rinishda Yevropass kanallari bo'ladi. Kesilishi juda oddiy, kerakli razmer, ikkala burchak 45 gradusda kesiladi. Kosalarni kesishdan boshlaymiz. Bu joyga qo'yaman, sal ko'rinishi oson bo'ladi va ishni boshlaymiz. O'rtoqlar, mana profillar kesdik. BKS 50 profili. Endi yig'ishni boshlaymiz. Hozir aksessuarlar tayyorlayman. Kereklari bor, hammasini tayyorlab yig'ishni boshlaymiz. O'rtoqlar, mana kosalarni kesdik. Endi archalarni qo'yib yig'ishni boshlaymiz. Buni ikki xil usulda yig'sa bo'ladi. Samoret bilan yig'sa ham bo'ladi va press bilan yig'sa ham bo'ladi. Sababi samoret bilan yig'sa bo'ladi deganim sababi archalari termonikiga o'xshagan qalin bo'lmaydi. O'sha oddiy Aldox archalarimizga o'xshagan qalinlikda bo'ladi. Mana shunaqa ko'rinishda. Samoret bilan yig'amiz hozir buni. Sababi eshigimiz razmeri sal kattaroq. 253 ga 150 razmerda bo'lgan. Bu profilimizni stenasi termonikiga qaraganda sal yupqaroq. Shuni hisobiga men o'zim samoret bilan yig'ishga qaror qildim. Burchaklari yana ham yaxshiroq ushaveradi va bunga termon aksessuarlar, termon petlilari qo'yamiz. Qora petlilar va qora ruchkasidan qo'yib beramiz. Endi ochganimizda petlarni ikki xil mana bunaqa Yevropass ichida yuradigan o'zini maxsus petlini qatiradigan qismi bor. Ikki xil razmerda bo'ladi. Biri kengroq, biri ikkinchisi sal kichikroq. Mana shu qismlari bu kosaga qo'yiladi. Bitta qismi qanotga qo'yiladi. Hozir biz kerakli o'lchamdagisini qo'yib chiqamiz yig'ishdan oldin. Bu joyga qo'yaman, sizlarga ko'rinishi sal qulayroq ko'rinadi va ishlarni davom etkazib ketamiz. O'rtoqlar, videolarni montaj qilmasdan qo'yaman, to'g'ri tushunasizlar, xato kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa. Mana bu joyda o'zini petlarni maxsus qo'yiladigan qismi bor, shu joyga solinadi. Aytganimdek, ikki xil razmerda. Narigi razmeri bu joyga tushmaydi. Har bir eshigimiz ikki qanotli, 3 tadan qo'yish kerak bo'ladi. Mana hozir ikkinchi qismdan solib ko'raman, ko'rasizlar, tushmaydi. Mana bu razmer. O'ttiz sakkiz 13 va 12 razmeri bor. Mana bu 12sidan solyapmiz. Bu 13'ü tushmaydi bak. Bu balkon o'rta profiliga tushadi. 3 ta petlarimiz bor. 3 tadan solib o'tkazib olamiz.
Bularni o'tkazib oldik. Endi kelayda surtib chiqamiz. Yaqinoqdan ham bitta ko'rsatib chiqaman. Mana shu holatda petlini qismlari o'tkazib chiqiladi. Endi kley surtishni boshlaymiz. Archani o'z o'rniga solamiz. Uzoqdan qo'yaman, endi yenlarini sog'ib olamiz. O'rtadan mana karkasini yig'dik. Burchaklari mana Xudo xolasa chiroyli bo'lib chiqdi. Hali bu kleylar qatigandan keyin yana ham mustahkam bo'lib qoladi. Ichlaridan ham ikkitadan samolyot turib qo'yamiz. Yana ham mustahkamroq bo'ladi. O'rtadan mana karkas tayyor bo'ldi. Hali bunga framuga qo'yamiz va keyin past ikkiga bo'linadi. Ikkita qanotli bo'ladi. Keyin ularni kesishdan boshlaymiz. Hozircha bugunchalik shularni qo'yib chiqaramiz. Keyingi qismda dalshi yana davom etib ketamiz. Aytganimdek, mana bunaqa petlarni temirlarini
solib tayyorlab olish kerak bo'ladi. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.